3 tal mashina puli qilib beray, azalam paylanib qilinglar vallah. 2015 6 ay, kelar yil 6 oygacha pulisi 8800 ko'plik olasizlar. Bu o'sha 6 ay oxirigacha bor, shunga kelar yilgacha. Yani 1 yildan jiqroq vaqt bor ekan. Andan keyin ma'lum qolsa bu yerda afsan fundamental chiqadi vallah. 6800 ko'plik olasizlar. Mashina urib tekka almash qaval qatilam yo'q. Ya'ni ko'rsatib qo'yman motorni. 1.5 fundamental chiqadi, mashina motori ko'ribsizlar 5 yil bo'lgan qo'yib berman. Her qanday jihatdan chalashib qolsa men insonlik bo'ldi. Andan keyin ma'lum qolsa 15niki SUV barmada atgan bo'lsa, chiroqlarim LED chiroq chiqqan. 2015 7-oy shanba 7-oygacha pulisi 12000 ko'plik olasizlar. Mashina ganchalari chiroyli ekan bolalar. Ya qishcha qilib qo'yibgan buni, qishcha qo'yganman bu. Usqan bak chiroyli bolalar meniki. Urib tekkan suqalgan suvda qag'avali qatilam yo'q. Söylüşüm, menimcha ajoyib ma'noda. Zoti chiqavish tabamdan chiqqanki, ichilarim shunda yangi qat'iy mavsum yo'q. Normal haydayotgan mashinalar normal noposiklarda nechanglar ekansan noposiklarni yo'qmi, nimada hamma pul shunmi ya diya mashina deb qo'ygansizlar. Diya emas, ziyon mashina. Hammasi azbangan, jiq ma'mur etmagan, pokiz bijrimni tanlab turib solamiz. Andan keyin ma'lum qolsa 2014 8-oy shanba 8-oygacha bu yerda afsan mashina qo'lga chiqadi, Honda motor chiqadi bolalar. Mashina kamda majliqon tushunmaydigan kapotni ichib bir ko'rsatay. 6800 ko'plik motor deymiz. Men mashina motorini pasam aytib bo'lmish 3-4 ming oladi mashina motorini balla Honda motor olib qolib qolsanglar. Mashinaniki markalab shu bu yerda aytib emas, mashina usqat urib tekkan suqalga avval qattilam yo'q 6800 ko'plik olasiz. Ailemde qulam qisqaytdi, ya bir paylanib qolsa bu deydigan bo'lsa chaqaroq turinglar anaqa plus bek ma'lum qilib qo'ydim. Ma'u 8800 ko'plik olasiz 2015niki İşçilerim şunda yana jeli 1.6 qo'lxot chiqadi, qo'lxot to'lik doha ekran mushg'ullikdan olsa, urib tekkan almashqa suqalga avval qattilab yo'q 8800 ko'plik olsa, unda qolsa ama 3 deb mashinani 5-6 deb yajin atqidaklik tafsili shu bunda pek azalab urib qo'ydim. Azarib qo'ysa tayoqlarni deb qolmanglar, hammasiga tayoq yo'q, bijirim maşallah. Men qo'limizda 20 60 mashin besib oyog'ini eshib qolgan mashinani Fulikli bir əza öğretmişsə, qol turayversə, birincisiga pul tutub turdu, ikkinchisiga uranni egilab turdu, uranı pul to'laymiz bu mashinaga. Anda vaqtga shunga əza urib qo'ydim. Paylab qolsam bo'ldi. 30 tal mashina olsak, 30 tal mashina ya 7-8 ya 3-4 yil oldiga ziyon bo'ladi, ziyon bo'lsa amal yo'q. Biz besib qo'ldan chiqarib etmasak buni. Ben degandek, birincisiga aport aylanmaydi, pul tutib yotadi bu. Andan keyin uranı pul to'laymiz degandek nurg'un ish bor. Shunga iz bo'lamdi, ziyon bo'lamdi, qo'ldan chiqarib etdik. Ma 3 tal mashinaki amma puli ajoyib muvafiq. Boshqalarni ko'rib qolsam bo'ldi. 3 yil yonbalan mashina arim hazaqlarga chaqantirib olib qolsa.